Elining shimolidagi 9 qo'lning biri bo'lgan yurt Qulustayda yashagan dаңлıq naqshchi va sozanda Oqbiliq 1844-yili tug'ilib, 1943-yili 6-oyda 99 yoshida olamdan o'tgan. U xalq naqshlarini dabq tankash qilib aytishda dang chiqargan. Oqbiliq uning o'zining asli ismi bo'lib, u Oqbiliq naqshisini o'zidan ayrilib, Yettisu rayoniga o'tib ketgan ayoliga beg'ishlab aytgan. Huzurunglarda naqsha Oqbiliq. Naqshi o'rinlag'uvchi Oqbiliqning yurtdoshi ustoz naqshchi Ahmadjon Axtan. Mikrofon va film kirishtirguvchi Nuronbek Axtan. Oqbiliq optiyan sayar yo'q demsen meni sayar yo'q demsen meni yar için koysam kademe yamaldı demsen amini yar için koysam kademe demsen amini Oqbiliq naqshisi bir asrga yaqin vaqt ichida uzilmay aytilish bilan birga kishilar qalbida nurg'un tushuniksiz savollarni paydo qilgan. Biz bugun dаңлıq naqshchi va sozanda Oqbiliqni hurmat bilan yod etish bilan birga Oqbiliqni o'z ko'zi bilan ko'rguchi va uning hikoyalarini so'zlab berguchi Qulustaylik cho'nglardan buvimiz Qosim Samsaq, Mahmud Kam Shopur, Orif Chinikam, Bovdunkam qatorliqlarni seg'inish ichida aslaymiz.